Ayrim 35-40 yoshli bemorlarim o'smirlikda yuzlari tiniq bo'lganligini, husnbuzar bezovta qilmaganligini aytishyapti va hozirgi kunda esa yuzlari husnbuzarga to'lib ketayotganligidan shikoyat qilishyapti. Bu esa kattalar aknesi, ya'ni akne tardi deyiladi. Bunga sabablar gormonlarni yashirin sezuvchanligi, ya'ni bu nima degani? Qon analizlarida gormonlarda o'zgarish bo'lmasligi mumkin, lekin yog' bezlari retseptorlarining androgenlarga sezuvchanligi ortib ketadi. Bunga sabablar esa hayz siklining buzilishi yoki batamom to'xtab qolishi, kontratseptiv vositalardan foydalanishni to'xtatish yoki homiladorlikdan keyingi holatlar bo'lishi mumkin. Bu esa teri yog' qavatining quyuqlashiga va poralarning to'lib qolishiga va yog'lanishning kuchayishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi sabab stress. Stress kortizol gormoni ortishiga, bu esa teri yog' bezlarining kuchayishiga olib keladi. Keyingi sabab esa noto'g'ri parvarish. Har xil qurituvchi losyonlar va parvarishni noto'g'ri ekanligi yuz terisini qurishiga va yallig'lanishini kuchayishiga olib keladi. To'rtinchi sabab esa oziq-ovqatlar. Turli xil shirinliklar, tez hazm bo'luvchi uglevodlar, sut mahsulotlaridan iste'mol qilish teri yog'lanishini kuchaytiradi. Davo choralariga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda antibakterial davo choralarini ko'ramiz. Ikkinchi navbatda teri lipid qavatini tiklaymiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa lazerli muolajalarni ham tanlaymiz va yoshi kattalarga to'g'ri keladigan husnbuzarni davolashda qo'llaniladigan kremlarni ham tavsiya etamiz.